Oilada farzand tug'ilishi bu baxt. Har bir ota-ona uchun farzandining salomatligidan muhimroq narsa yo'q. Har bir inson o'z farzandining kamolini ko'rishni niyat qiladi. Shu qatorda Bekzodjon hamda Nargizaxonlar ham o'z farzandlari Muhammad Ziyoni voyaga yetishini, yaxshi inson bo'lishini orzu qilishadi. Lekin Muhammad Ziyo saxovatli yurtdoshlarimizning ko'magiga muhtoj. Assalomu alaykum azizlar. Saxovatpesha, mehridaryo insonlar. Mana meni farzandim Muhammad Ziyo. Hozir 2 yosh 9 oylik bo'ldi. Lekin oyog'ini bosmaydi. Boshini o'zi tutolmaydi yaxshi. Biz kasalligini 4 oylikda bilganmiz. 4 oylikda oyog'ini bosmas edi. Oyog'ini bosmasida umuman keyin boshini ham ko'tarolmas edi. 4 oylik bola harakati bo'lishi kerak. Bunda harakat yo'q edi. O'shandan sezib biz 6 oylik bo'lganda Toshkentga Sampi klinikasiga olib borganmiz. Erta boshlarini MRT qilib hamma yoqni tekshirib ko'rishganda buni DTSP diagnozi qo'yishgan. 2,5 yoshgacha nimada O'zbekistonda hamma joyida olib bormagan joyimiz qolmadi. DTSP deb buni davolashdi nevropatologlar. Keyin 2020-yil fevralda Akfa-Medline'ga olib bordik. Erta bizni o'sha nevrolog aytishdiki, shu bitta genetik kasallikka nima qilyapman, taxniqa qilyapman, bitta ko'rsatinglar, laboratoriyaga olib boringlar deyishdi. Biz keyin nimaga genotexnologiyaga olib bordik. Buni o'sha analizni topshirtirdik. Xullas o'sha analiz chiqdi-da, spinalniy meshchna atrofiya. Bu 6000 tadan bittada uchraydigan kasallik ekan. Juda ham davosi bor, juda ham qimmat ekan. Iltimos yordam beringlar. Farzandim o'lib qolmasin, iltimos. Bu kasallikning eng yomoni nafas yo'liga o'tishi ekan. Bu birinchi tipi Allohning inoyati bilan 2 yosh 9 oylikgacha yashabdi. Aslida ko'p 2 yoshgacha ham yetib bormas ekan. Iltimos shu nafas yo'liga o'tguncha shu dorini olishimiz kerak ekan. Amerikada ishlab chiqarilgan, 2019-yilda ishlab chiqarilibdi u dori. Zolgensima degan ukolini olsa o'zini tengqurlari qatoriga yetadi, yurib ketadi, sog'lom hayotga butunlay qaytadi. Iltimos azizlar, yordam beringlar qo'llaringdan kelgancha. Farzandimni saqlab qolaylik, iltimos sizlardan. Yordaminglarni ayamanglar, iltimos. Meni aqli hamma yog'i yaxshi. Faqat shu o'sha o'rni yo'q
xromosoma bo'lar ekan, o'sha 5 bilan 7 xromosoma, o'sha nerv xromosomasi bo'lar ekan, o'sha mutatsiyaga uchragan ekan. O'sha xromosomani o'sha zolginsima degan ukol undan to'ldirib berar ekan, lekin juda ham qimmat ekan. 2 million 125 ming dollar ekan, juda ham qimmat, to'g'ri tushuninglar. Biz o'zimiz ololmaymiz, shuncha pul yo'q bizda. Amerikaga borib reabilitatsiyada yotib, ukolda olib bo'ldi, lichenisiga hammasi bo'lib 2,5 million dollar ketar ekan. Iltimos sizlardan farzandimizni saqlab qolinglar, yordam beringlar, iltimos. Qo'llaringdan kelgancha iltimos sizlardan yordam beringlar. Mana hozir o'zi juda ham vaqtimiz ozda, vaqt oz, lekin mablag' juda ham katta. Biz iloji boricha u dorini o'pkasiga o'tmasdan tezroq olishimiz kerak. Iltimos yordam beringlar, sizlardan iltimos qilaman. Yordaminglarni ayamanglar, iltimos. Mana o'sha 8 oylikda birinchi tekshiruvga borganimizda. Ko'krak qafasi, unda bosh miyasi shu. Sanpi klinikasida borganmiz, o'sha yerdan jo'natilganda. Mana uyda haliga nimamiz qog'ozimiz. Familiyang oxirgi nimami? Oxirgisi. Ana o'sha Ana uyda. nima analiz javobi tasdiqlangan. Shifokorlarning Muhammad Ziyoga qo'ygan tashxisi bilan tanishdik. Endi esa Muhammad Ziyoning murg'ak qalbida kurtak ochayotgan orzu-umidlar, maqsadlari bilan ham qiziqsak. Katta bo'lganingizda kim bo'lasiz? Doktor bo'lasizmi? Doktorlar nima ish qiladi? Nima qiladi doktorlar, bilasizmi? Bolalarga jiq qiladimi? Bolalarni davolar ekanda, bo'lmasa. Siz ham bolalarni davolaysizmi? Assalomu alaykum. Aziz Mehri daryo hamyurtlarimiz. Men mana shu bemor Muhammad Ziyoni buvisi bo'laman. Allohning inoyati bilan bizga shu berilgan sinov ekan, ilojimiz yo'q, ko'rmaslikda. Men shu nevaram uchun sizlardan o'tinib so'rayman. Qo'llaringdan kelgancha oilalaringdan ortqizib imkon darajasida yordam qilishlaringni so'rayman. Shu nevaram tengqurlari qatorida o'ynab kulib yurib ketishi uchun mana shu xalqning yordamiga muhtojmiz hozir. Iltimos qilaman aziz vatandoshlar, bizni eshitib ko'rib turganlar, sizlardan iltimos qilaman, o'tinib so'rayman. Biz o'zbek xalqi, bolajon xalqmiz, iltimos sizlardan. Bolani begonasi bo'lmaydi. Mana shu farzandimni, nevarajonimni hayotga qaytib yashab qolishi uchun qo'llaringdan kelgancha, umuman imkonlaringga qarab yordam qilinglar, iltimos. Bu kasallikda davosi bor ekan, lekin juda ham qimmat ekan. Buni har qanday oila qilib yetkazib bera olmaydi. Shuning uchun siz aziz hamyurtlarimni, musulmon ahli hammalaringdan iltimos qilib so'rayman. Mana shu nevaramga qo'llaringdan kelgancha yordam qilinglar. Qancha qoldi hozir? Hozir juda ham kam. O'zi bu ukolda 2 yoshgacha olish kerak ekan. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Nevaramiz shu harakat qilib vaqtida yaxshi lechenilarni olganimiz uchun, balamizning holati yaxshiligi uchun uzog'imini 5 yoshgacha olishimiz kerak ekan. Lekin agar shamollab, ahvoli og'irlashib qolsa, apparatga tushib qolmasdan tezroq, imkon darajasida tezroq harakat qilib olishimiz kerak. Iltimos sizlardan
Yordamlaringni ayamanglar, bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Har bitta ihson qiladiganlarning o'rnini Allohim o'zi to'ldirib qo'ysin. Shuni chiroyli nuri diydammi, hayotda yashab qolish uchun yordam beringlar. O'tinib so'rayman, iltimos sizlardan. Qo'llaringdan kelgancha yordam qilinglar. Biz adresimiz mana Dang'ara tumani Kattaganchiravon qishlog'ida 24-xonadonda yashaymiz. Iltimos sizlardan hamyurtlar, yordam beringlar, shu bilan hayotda yashab qolsin. Hech kimni Allohim farzandog'i bilan siylamasin ekan, hech kimni balasi kasal bo'lmasin. Boshingizga tushmaguncha bilmaysiz ekan. Iloyim butun dunyodagi bemorlarning dardiga Allohim shifo bersin. Shularning qatorida nevaramga ham shifoi komil bersin. Iltimos sizlardan, sizlarning yordamlaringga muhtojmiz, yordam qilinglar. Befarq bo'lmanglar, iltimos sizlardan yordam beringlar bilimga. Muhammad Ziyoning oyoqqa turishi uchun talab etilayotgan mablag' juda ham katta, buni tushunamiz. Lekin mehr muruvvat, xayr saxovat kabi ezgu qadriyatlar bardavomligini ta'minlab kelayotgan yurtdoshlarimiz o'ylaymizki, Muhammad Ziyoning ahvoliga befarq qaramaydilar. Unutmang, sizning qilgan ihsoningiz murg'ak qalbda kurtak ochayotgan orzu-umidlar, maqsadlarni amalga oshishda sababchi bo'lishi mumkin. Yana bir oilaning farzandi yashashda davom etishi mumkin. Dinimizda ham ezgulik yo'lida qilingan har qanday xayrli, savobli ishning ajru mukofoti bisyordir deyilgan. Otangiz nima, otangiz? Hammaziyo. Familiyasi-chi? Namzana Hammaziyo. Nechiga kirdingiz, Muhammad Ziyo? 3ga kirdingizmi? Dadangiz otlari nima? Beziddan. Opoqingiz-chi? Opoqingiz otlari nima? Xalamda baqam. Va buvingiz otlari nima? Baqlabaha. Ayangiz-chi? Dardixan. Muhammad Ziyoxon, yurib ketsangiz ko'chaga chiqib nima o'ynaysiz? Futbol. Futbol o'ynaysizmi? Ha. Dadangiz sizga to'p olib kelib beradilarmi yurib ketsangiz? Mazza qilib futbol o'ynaysizmi? Kim bilan? Kim bilan o'ynaysiz futbolda? O'rtoq bilan. O'rtoqlaringiz bilan o'ynaysizmi? O'rtoqlaringiz oti nima? Anasxon. Anasxon bilan mazza qilib futbol o'ynaysizmi yurib ketsangiz? Mustafa otam keladi. Mustafa otam otamni tepadi. Siz kimnikini tepasiz? Otam dadamni. Xudo xolasa yurib ketasiz.